Bilaman, pulingiz kam, arzon, yaxshi xonadon, tinch joydan qidirasiz. Shahar ichida men sizga yaxshi variant qilib qo'ydim. Obzorlarni qilib beraman. Shu ko'cha juda tinch, mahallaga chiroyli qilib xonadonlar tushirishgan. Ko'chadagi oynasi. Ichlarini obzorini qilamiz. To'g'ri, fasadda ozgina ishi bor, lekin narxi juda arzon. Oxirida aytaman narxini. O'ng qo'lda baseyni, shu beton отдельный o'zining territoriyasi, sotig'i 2 sotuv. Xonalar soni 3 ta, oshxona, sanuzellar bor ichida. Shu xonadonimiz sotilyapti. Kirishimiz bilan mehmonxona. Manzilimiz Toshkent shahri, Bektemir tumani, Musofo mahalla. Juda chiroyli xonadon bo'libdi. Keyingi xonamiz yana bitta bolajonlar uchunmi yo mini zalmi qilsangiz bo'ladi. Buni ham o'zini oynasi bor. Gulxo'y emas. Yana bitta xona, yotoqxona. Buni ham o'zini oynasi bor. Общийdagi sanuzellari tayyor qilib qo'yishgan, yonida kladovkasi bor. Buni yonida oshxonasi chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Narxi 62 ming, ya'ni savdolashsangiz bo'ladi. Xonalar soni 3 ta, sotig'i 2 sotuv. Kadastrlari tayyor, oldi sotib qilsangiz bo'ladi.